Islombek aka. Islombek, qarang. O'zbekiston jahon bo'yicha baxtlilik bo'yicha 180-chamasi o'rinda turadi-da. Sizda past emasmi bu aka? Yo'q, bilmayman. Shunda sizdan so'ramoqchiman-da. Baxtlimisiz hozir? Baxtli emasman aka. Nimaga baxtli emasiz? Sabablari bormi? Sababimi aka? Kerak bo'lsa hozir pochkamni sotishga ham tayyorman aka, ishonasizmi? Yo'q, Organlarimni sotib yuboraman aka, polni sotib yubormoqchiman o'zimni ham kerak bo'lsa aka. Shunaqa qiynalyapman, qiyinchiligim aka, tasavvur qila olmaydigan darajada qiynalyapman aka. Ishonasizmi? Qanaqa qiyinchilik? Balkim qanaqadir yordamimiz tegib qolar. Qo'lingizdan kelmaydi aka yordam. Kim yordam bera oladi? Alomat ham yordam bera olmasa kerak aka. Yordam beradigan odam bormi menga? Men o'ylayotgan narsa, men boshimda o'tayotgan narsani siz tasavvur qila olmaysiz aka. Hech kim qila olmaydi bu tasavvur aka. To'g'risini aytayapman aka sizga. Balkim qanaqadir yordamlar bo'lib qolar. Ma'lum aka, qiyin, hech kim yordam bera olmaydi aka. Ulashing, xo'p, nima yordam kerak sizga? Mengami aka, men aytayotgan narsani aka siz ham qilib bera olmaysiz. Unchasi qilib bera olmaydi. Qilib beradigan odam bo'lsa mayli aka. Qani, bormikan shunaqasi? Qo'ying, savol.